Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Metan navbat boshlandi deb vahimati birgalar. Xudo xohlasa, hech gap so'z yo'q. Bugun 3-yanvar kuni video bo'lib turibdi, graf metandamiz. Hammasi navbat bilan solib turibdi, hech qanday o'chirti yo'q. Xudo xohlasa, bahosini qaramabman. Bahosi 4900 so'm. Ana 4900 so'm, hech qanday metanda o'zgarish yo'q. Chotki, o'chirt hech narsa yo'q. Gelasan, salasan, surasan. Xudo xolasa, bo'lmag'i xalq maza qilsin, o'chirt hech nima kerakmidi, svobodni solib turibdilarmi? Graf metan svobodni. Boshqa metallarni bilmadim, hozir azon bilan gap turibman. Soat 10dan 40 minut o'tibdi, hech qanday o'chirt yo'q, kebatib solib kesib turibdilar. Mana ki, svobodni hammasi 7 damoz to'ldi. Hech qanday o'chirt yo'q, navbat yo'q. Navbat bilan solib turibdilar. Challashma bo'lib o'tadi. Endi mabodo o'zgarish bo'lib, o'chirib qo'yib ketmasa, hozircha chotki. 2026-yil yanvarning 3-i.